Salom hammaga. Bugun sizlarga hayotimda yuz bergan haqiqatga asoslangan bir voqeani aytib bermoqchiman. Men oilada katta farzandman. Ismimni aytmayman, sababi bu voqea yuragimda og'riq qoldirgan. Yoshim 27 da. Bugungi voqea bundan atigi bir oy avval bo'lgan. Xotinimning bir opasi, bir singlisi bor. Qaynopam mendan 2 yosh katta. Oddiygina ayol, lekin ichki dunyosi murakkab. U bilan har safar ko'rishganimda menda qandaydir notanish, g'alati hissiyotlar tuyulardi. Ko'pincha biz uyda mehmon bo'lganimizda eri bilan janjallashib yurganini ko'rardik. U ko'p ranjigan, ko'p jim o'tirardi. Kunlardan bir kuni xotinim bolalarni shifoxonaga olib ketdi. Qaynopam esa tasodifan biznikiga bir o'zi mehmon bo'lib keldi. Men mehmondorchilik qilish uchun uyda qolgan edim. Xotinim esa yo'lda edi. Men go'sht olib kelaman deb chiqib ketdim, ammo darvoza oldida pul olmaganimni esimga tushib ortga qaytdim. Uyga qaytganimda eshik ochiq qolgan edi. Ichkariga kirdim. Qaynopam mehmonxona yonidagi xonada edi. U kiyimlarini alishtirmoqchi bo'lib, singlisining kiyimlarini ushlab turardi. Men ko'rib dovdirab qoldi. "Kechirasiz, eshikni yopmaganimni bilmay qolibman", dedi hayajonini yashirmasdan. U bosh irg'ab qo'ydi. Ichimda turli tuyg'ular urushar edi. Nafs va vijdon. Shunda o'zimga "Voy, bu noto'g'ri", dedim. Unga qarab, "Men seni hurmat qilaman. Xotinimning opasisan. Bilaman, hayoting oson emas, ammo men seni ko'zingda past kimsaga aylanishni istamayman", dedim. U birdan jim bo'lib qoldi. Ko'zlarida yosh qalqib chiqqandi. Meni ham "Kechirasiz, xafa bo'lmang", dedi xolos. Shundan keyin uyda g'alati sukunat paydo bo'ldi. Qaynopam ovqat tayyorlashga kirishdi. Men esa ko'chaga chiqib, biroz havo yutdim. Oradan bir necha kun o'tdi. Xotinim opasining ichki dardlarini gapirib berdi. Bojasi ko'p urushar, ichkilik ichar, uyga befarq edi. Qaynopam esa faqat mehr kutgan ekan. O'sha kun uyda ikkovimiz yolg'iz edik. Uyalib ichki kiyimlarini alishtirib turgan edi. Men esa tasodifan eshik ochiq qolganini sezmay ichkariga kirib qoldim. Bir lahza nigoh va yuragimda shunaqangi g'alati hissiyot o'tdiki, bu mehrmi, havomi, o'zim ham tushunmadim. Men unga qaradim, qo'rqqanday, hayajonlanganday. Men esa u qadam orqaga chekindim. "Kechirasiz", dedim va xonani tark etdim. Yuragim qattiq ura boshlagan, nafsim va vijdonim kurashayotgan edi. Keyin xonaga qaytib, unga bir piyola choy olib chiqdim. "Opajon, sizni hurmat qilaman. Biz bu dunyoga hech kimni tasodifan uchratmaymiz. Bilmadim bu holatni qanday izohlashni, lekin men o'z harakatim bilan sizga xiyonat qilgim kelmaydi. Siz singlimning opasisiz", dedim. U ko'z yoshini artdi. "Meni kechiring, men ham tushunmay qoldim bu holatni. Hayotim charchatib yubordi. E'tibor yetishmayapti. Shunchaki kimdir mehr berishini istayman", dedi. O'sha kun biz ikkimiz gunoh yoqasida turib uni bosib o'tmadik. Biz insonmiz, har birimizni zaifligimiz bor, lekin kuchli bo'lishimiz bu nafsdan ustun bo'lish demakdir. Ertasiga u ketdi. Men esa yuragimdagi og'riq bilan yolg'iz qoldim. Oradan kunlar o'tdi. U turmush o'rtog'i bilan ajrashganini eshitdim. Hozir ota-onasinikida yashayapti. O'sha kundan so'ng bizning oramizda g'alati sukunat paydo bo'ldi. Go'yoki ikkimiz ham noto'g'ri yo'lga juda yaqin bordik, lekin hatto nafas olishda ham cho'chib chekinishga majbur bo'ldik. Qaynopam menga minnatdorlik bilan qaradi. U menga qarab, "Rahmat, meni yomon yo'ldan olib qoldingiz", dedi.
Men esa jim qoldim, chunki qalbimda ikki olam kurashardi. Nafsga yutqazmadim, lekin bu yurakdagi og'riq to'xtamadi. O'sha kechasi xotinim menga choy olib chiqdi, yonimga o'tirdi va dedi: "Opam og'ir kunlar o'tkazdi. Dadamlar ham o'zini aybdor his qilyapti. U endi yana hayotini qaytadan boshlamoqchi." Men bosh irg'ab ichimda "Yaxshi bo'ldi" deb pichirlab qo'ydim. Ertasiga qaynopam keldi. Qadamlarida og'irlik bor edi, lekin ko'zlarida nurlanish sezilardi. Go'yoki u o'zini yo'qotmay, or-nomusini saqlab, hayotida yangi sahifa ochayotgandek. Oradan 10 kun o'tdi. Xotinim telefoniga bir SMS keldi. "Rahmat singlingiz va kuyovingizga. Ular tufayli yashashga umidim uyg'ondi", deb yozilgan edi. Men jim qoldim. Balki bu voqea bizni buzgani yo'qdir, aksincha kuchaytirgandir. Chunki har kim xato qilishi mumkin, lekin har kim uni to'xtatib ortga qayta olmaydi. Hayotda ba'zida shunday lahzalar bo'ladi. Tanlovlar qilgan odam emas, tanlov odamni yaratadi. Siz bu holatda bo'lganingizda qanday yo'l tutardingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'ling. Oldindan yana ko'plab hayotiy hikoyalar bor.